bugungi выставkadan bo'lgan taassurotlarim juda ham yaxshi. Chunki nimaga desanglar, bu yerda ishlab chiqaruvchilardan tashqari именно zargarlik sanoatiga doir ishlab chiqaradigan uskunalar, asbob uskunalar, именно shu narsalarga juda ham katta urg'u berilgan va именно bizda davlatimizda ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun juda katta sa'y-harakatlar qilinganligini hozirgi выставkada amin bo'ldim. Bu narsalarni olib kirish, kontraktlar tuzish, yangi narsalarni ishlab chiqarish bu juda katta qadam deb o'ylayman va именно o'zimga ko'p narsalar ko'z ostimga olib qo'ydim. Ko'p italyanskiy brend mana bor ekan, italyanskiy brend o'zini taqdimotini qildi, juda ham menga yoqdi. Bularni qanchalik nafis ishlangan ishlarini men ham ular bilan olib, ulardan ilhomlanib qilishga niyat qilib qo'ydim va bugun yana ayniqsa bugun 1 yil oldin Milanga borib kelgan, Italiyaga borib kelgan ishlarimni bugun mana malahit, brilliant, juda ko'p narsalarni уже ishlab chiqib, уже taqdimot qilamiz. Instagramimiz bloklanishiga qaramasdan Telegram kanalda qarab, следить qilib, bizlarni following qilib ketinglar.